Payg'ambarlar tarixi, Havva onamizning yaratilishi. Hazrati Havvaning Odam alayhissalomdan yaratilganligi bilan munosabatlik Qur'on mundaq deydi: insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan. Shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvani yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Odam alayhissalomning unisi ulpat elishi uchun xotinni, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, azalda yolg'iz bo'lgan mavjudot faqatla Alloh taolaning o'zidir. Alloh taolo o'zining tunilishini iroda qilish natijasida jonliqlar ko'paygan bo'lib, ko'plik olami deb atalgan bu olam maydonga kelgan. Bu Alloh taolaning bilinishiga muhabbat qilish sababi bilandir. Buning uchun har mavjudotning yaratilish sababi muhabbatdir. Shaxsan Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatidir. Bu haqiqat bir hadis quddisda mundaq ifodalandi: bu ahvol Odam alayhissalom uchunmi kuchga ega, lekin bu muhabbat va ishtiyoqning komil g'oyasi ixlos va samimiyat bilan qulluq qilib asliga, ya'ni Rabbiga qaytish mayldan iborat. Buningga bir tur tayyorlik bosqichi, jinsidan bir boshlang'ich lozim. Birligini yolg'iz o'ziga xos qilgan Alloh taolo buning uchun har jonliqni o'z jinsi ichida erkak va kishi qilib jup yaratib, ularni bir-biriga yaxshi ko'rsatib, oralariga mehr muhabbat solgan. Shuningdek, bu koinot zarralari, molekullari, hujayralari, o'simliklari, hayvonlari, insonlari, moddalari, hatto atom ichidagi elektron va protonlarga o'xshash elementqicha bo'lgan butun narsalarning xarakteriga loyiq holda jup yaratilish xususiyatiga ega. Qur'onda sizlar ibrat elishinglar uchun har narsani jup yaratdik. Bu ayni zamonda jonliqning asliga, ya'ni Rabbiga qaytish maylining xotirjamligi uchun lozimdir. Ya'ni ko'plik olimi bo'lgan dunyodan kelgan yeri vahdat olimiga qaytish ham tabiiy ham majburiy bir yuzilinishdir. Mana bu vahdatga bir ko'rik va zimin tayyorlab, qarma-qarshi jinslar orasida bir-biriga mayl bo'lish tabiiydir. Ayni zamonda Alloh taolo bu aloyidlikni naslning davomlashishi uchun vasila qilgan. Yana bir tarafdan Alloh yaratgan inson uningdan qanchalik yiroqlashgan sari bichara va g'ayribdir. G'ayribchilik yolg'izligi, chorasizligi, buning natijasi bo'lgan hasrat va g'am qayg'uga majbur qoldirildi. Bu chaqda insonning bir tasalliga ehtiyoji tug'iladi. Bu sababdan yolg'izlik Allohga xosdir deyilgan. Uningdan boshqasining munosabat va tasalliga ehtiyoji bor. Bu tabiiy xususiyatlar. Jannatdan iborat butun go'zalliklar bilan to'lgan bir yerda Odam alayhissalomning o'z jinsidan bo'lgan bir jup yaratilish orzusini kerakli qilgan. Laylolar bilan muhabbatning natijasida ularni ish Allohga yetkazguchi bir ko'rik bo'lish xususiyati amalga oshirilgan. Buning uchunki Laylolar bilan boshlangan muhabbat majarasi Allohda sukunat topgan nisbatga qarab bir ma'niga erishidi. Aksicha bo'lganda Laylolar butqa aylanib, bu qiyin imtihondan qilib dunyo bir oldinish makoni holga tushib qoladi. Laylo bir simvoldir. U bir ayol bo'lib, yuqori maqom yoki boyliqdir. Bir zaman kelib nafsning boshqa mayllaridan qaysi biri bo'lishi mumkin. Bularga taqilib qolgan kishi nafsini ilohlashtiradi. Shunga Alloh taolo nurg'un hikmatlarga asosan Odam alayhissalomga uning bilan ulpat bo'lishi uchun uningga bir jup yaratishni iroda qilgan. Buning bilan sol osti tarafidagi qovurg'a so'nkidan o'z jinsidan bo'lgan Hazrati Havvoni yaratgan. Ibn Abbos va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu madan kelgan bir rivoyatda
İblis jannatdan chiqarilib, Odam alayhissalom u yerga yerlashgandan keyin, u yerda uning bilan ulfat qiladigan bir jufti yo'q bo'lib, o'zi yolg'iz yashagan. Bu cheksiz ne'mat ichida bo'lgan bo'lsa-mu, Rabbidan o'zga bir juft talab qilgan. Bir kuni uyqusidan uyg'onganida o'z jinsidan yaratilgan bir ayolni ko'rib, uningga "Sen kim?" deb so'radi. Umu "Bir ayol" dedi. Odam nima uchun yaratilganini so'rganida, "Alloh meni sening bilan ulfat bo'lish uchun yaratdi" dedi. Jonliq, hayot egisi ma'nosida kelgan bu ism hay, ya'ni tirik bo'lgan odamdan yaratilganligi uchun berilgan. Buxoroning naql qilishicha, payg'ambar alayhisalom ayollarga yaxshilik bilan muomala qilinglar, chunki ayollar qovuri so'nkidan yaratilgan. Qovurg'a so'nkining agri qismi ust tarafdir. Uni tuzlashga tirishsang so'nidi. O'z holiga qo'yib bersang, davomliq agri qoladi. U zaman ayollarga qarata yaxshi muomala qilinglar degan. Alloh taolo ayollarni his tuyg'u jihatdan erlarga qaraganda kuchli yaratgan. Qur'onda buvoqning yaratilish boshlang'ichi bayon qilinganda erlardan kelgan qismining sulub bel so'ngiki tarafidan, ayollardan kelgan qismining bo'lsa taraf qalbining yenida bo'lib, bir his markazi bo'lgan mayda so'ngaklari orasidan chiqqanligi aytiladi. Bu ayollarning kuchli hissiyotiga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Bu tuyg'u va hissiyot boyligi ayollarga Allohning yuklagan asosiy vazifalaridan biri bo'lib, u bo'lsa-mu naslning tarbiyasidir. Bu sababdan ularga yaxshi muomala qilinishi kerak. Dada avlodiga onaga o'xshash qaraya olmaydi. Uning kirini adolab, uyqusini pido qilolmaydi. Avlod suvga tushib ketsa, ona orqasidan o'zini pido qilgan tariqada erlar buni qilolmaydi. Ona davomliq avlodining jafo mushaqqatini tortib, uningga bosh qotirib, uningga bo'lgan mehr muhabbati ichida yashaydi. Uni 9 oy qo'rsqida, 2 yil quchqida, bir umr qalbida to'shiydi. Avlod yeb ichmasa, onaning huzuri qochadi. U yig'lasa, onami yig'laydi. Bu sababdan onaning haqqini ado qilish mumkin emas. Alloh taolo Havva onamizni yaratgandan keyin mundaq deydi: "Ey odam, sen ayoling bilan ikkinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yanglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar." Buning bilan maxluqotning eng sharafli bo'lgan insonning hayot va imtihon mojarosi boshlandi. Jannat hayoti. Alloh taolo Hazrati Odam va Havvoni yaratgandan keyin ularning har turli ne'mat bilan to'lgan jannatda yashashga va cheklangan mevadan boshqa ne'matlardan xohlagancha foydalanishga ruxsat qilgan. Iblisning ochiq dushman ekanligini xabar qilgan. Bu ilohiy ogohlantirish Qur'onda mundaq bayon qilinadi. Biz dedik: "Ey odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir. Xotiningga dushmandir. U sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. U chaqda sizlar jafo mushaqqat qolasizlar." Ular jannatda xushal-xoram hayot kechirgan. Bu ahvol Qur'onda bundaq bayon qilinadi. Jannatda sen haqiqatan och qolmaysan va yalang'och qolmaysan, hamda uningda haqiqatan usab ketmaysan, isib ketmaysan. Hazrat Odam bilan Havva ikkisi jannatda go'zal hayot kechirayotganida, shayton ularning ojiz tuyg'usi va abadiylikka bo'lgan hirismanligidan foydalanib, cheklangan mevadan yeyishga sabab bo'ldi. Jannatdan yer yuziga tushirilishi, Alloh taoloning qullarini sinishi, uning Odam alayhisalomni yaratishi bilan birlikda uni qo'llanishi ilohiy irodadir. Bilishimizcha, tunji qitim farishtalardan Hazrati Odamga sajda qilishga buyurilish bilan imtihon qilingan. Barliq farishtalar bu imtihondan o'tgan, chunki ularda aksicha harakat qiladigan nafs mavjud emas. Shayton bo'lsa isyon qildi, chunki u nafsiga ega bo'lgan jin toifasidan edi. Alloh taolo farishtalar va shaytondan imtihon elib bo'lgandan keyin Odam alayhisalom va ayoli Havvoni iblis bilan imtihon qildi. Iblisga buning uchun fursat berdi. Alloh taolo jannatdagi bir meva daraxiga
yiqilishdan Hazreti Odam va Havvoni chekladi. İnsanning Allohning amriga bo'ysunishga, to'sqinlik qilishga tirishgan nafs uning bilan kurash qilishni shaytonning vasvasasi bilan jannatda boshlagan. Ba'zi rivoyatlarda Odam alayhisalomning cheklangan meva daraxiga yaqinlashishiga Hazreti Havvoning sababchi bo'lganligi rivoyat qilinadi. Ayollar erlarga qaraganda hissiyatchan va jalbkor yaratilgan bir jonliqdir. Bu sababdan tez ta'sirlanadi. Shayton va Odam alayhisalomni ham zurriyatini, ya'ni avlodlarini ayollarning bu aloyidligidan foydalanib ozdirishga tirishib, ko'pincha vaqtlarda natijaga erishadi. Kunimizda ijtimoiy hayotning siyosiy iqtisodiy ahvoliga qaraganda ayollarning e'lon va tashviqot vositasi qilib qo'llanilishi buning eng ochiq misolidir. Ayollar bir tarafdan zinnat va ulfat manbasi bo'lsa, yana bir tarafdan buyuk imtihon vasilasidir. Lekin insonning dunyo oxiratdagi baxt saodatimi yana ayol bilan munosabatlikdir. Shunga Savbat radhiyallohu anhu mundaq deydi: Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga, ya'ni do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. Oyati nozil bo'lganida biz payg'ambar alayhisalom bilan billa safarda edik. Sahobilardan ba'zilari oltin va kumush haqida tushadigan tushdi. Buningdan keyin ularni yenimizga yig'olmaydigan bo'ldik. Qashki qaysi narsaning texmi yaxshi ekanligini bilgan bo'lsak, uningga bir oz ega bo'lsak dedi. Buning ustiga payg'ambar alayhisalom shu javobni berdi: ega bo'ladigan narsalarning eng fazilatligi zikr qiladigan bir til, shukr qiladigan bir qalb va yo'ldoshining iymoniga yordamchi bo'ladigan solih bir ayol. Boshqa hadis shariflar mundaq deydi: Mu'min Allohga taqvo bo'lgandan keyin eng ko'p solih bir ayoldan yaxshilik ko'radi. Mundaq bir ayolga amr qilsang, itoat qiladi. Uningga qarasa xushallik his qiladi. Bir ish qilib qilmaslik to'g'risida qasam qilgan bo'lsa, ayol uni o'rindab qasamini buzishdan qutqizib qoladi. Ayrilib yiroq bir yerga ketsa, ayol ham o'zining obro'yini qo'g'daydi, ham u kishining mol-mulki haqida durust bo'ladi. Dunyo foydali ne'matlar bilan to'lgan. Bu ne'matlarning eng xayrlisi solih ayoldir. Bu sababdan Ali radhiyallohu anhu Baqara surasining 221-oyatining umumiy ma'nosining mundaq tafsir qilinsa bo'ladiganligini aytgan. Oyatda zikr qilingan Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin qismi. Rabbimiz bizga dunyoda solih ayol ato qil. Va fil oxirati hasana. Oxiratdami yaxshilik ato qilgin qismi. Oxiratdami hurul ayn, ya'ni jannat hur parilari ato qil. Vaqina azabannar. Bizni do'zax azobidan saqlag'in degan qismi bo'lsa, bizni ayollarning hiyla mikrlaridan saqlag'in deganlikdir. Shayton la'inatulloh Hazrati Odam va Havvoni ozdirish uchun turli hiyla mikr ishlatgan. Bular Qur'onda mundaq bayon qilinadi. Shayton uningga vasvasa qilib: "Ey Odam, sana o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Lekin shayton ularning yipiqliq avratlarini echib etish uchun ularga vasvas qildi. Shayton aytdi: "Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni ma'ni qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki ya'ni jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman" deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni ya'ni martabasidan tovan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning parvardigori ya'ni ularga qoyib: "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni ma'ni qilmaganmidim? Shubhasizki shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim?" deb nido qildi. Hazrati Odam va Havvoning cheklangan meva daraxiga yaqinlashishi ularning nafs to'sqinligi bilan qarama-qarshi qolganligi edi. Chunki qo'lga keltirgan natijaning qimmati uningga yetish uchun chekkan mushaqqat nisbatida bo'lib,
nafs o'ziga agashgan zaman falokat sababi bo'lib tarbiya qilinib itoat ostiga ilinganda qutuqliq manbasi bo'ladi. Bu sababdan nafsingiz sizning menidigan etingizdir. Uningga siliq va muloyimlik bilan muomala qiling deyilgan. Ishning xulosasi yakka yegona failul mutlaq bo'lgan Alloh taolo kulli irodasi bilan insonga juz'iy iroda bergan va natijasini bu irodaning qo'llanishiga qarata sharaf yoki xusron, ya'ni ziyonkor qilib taqdir qilgan. Sabablarning maydonga kelish shartlarini buningga asosan o'rinlashtirgan. Buning uchun biz Alloh ato qilgan juz'iy irodamizni buyurilganimizdek qo'llanishimiz va uning qahridan saqlanib rahmatiga sig'inishimiz lozim. Shaytonning o'zidan intiqom olish uchun qilingan bu hiyla mikrlarga aldangan Odam alayhissalom va ayoli Hazrati Havvo uningdan keyin qattiq pushmon qilib, iblisni tark etib, farishtalarning yo'lini tanlab, Rabbidan ta'lim olgan duolar bilan tavba qilib mundaq yolvurgan. Ular: Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz, dedi. Alloh taolo ularning tavbasini qabul qildi. Lekin bir qism ilohiy hikmatlar bilan yer yuziga tushishni iroda qilib, Alloh aytdi: Sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajlinglar tutganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar. Alloh aytdi: Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Ya'ni qiyomat kuni, ya'ni yer ostidan chiqarilsizlar. Janobi Alloh tavbasini qabul qilgan Hazrati Odam bilan Havvoga va ularning naslidan kelgan butkul insonlarga qutulish yo'lini ko'rsatib mundoq dedi: Odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratlaringlarni yopadigan libosni va zinnatlaydigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalarga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat elish uchun Allohning, ya'ni bandalarga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardir. Bu oyatda insonning ayib nuqsonlarini yepish uchun tashqi kiyimining yetarli emasligi, asosliq kiyimning ko'ngilni salbiy tuyg'ulardan poklab, pulning Allohga bo'lgan mas'uliyatini idrok qilishga elib boradigan taqvo kiyimi ekanligini ko'rsatib beradi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo ustunligining faqat qalbdagi taqvolik bilan mumkin bo'ladiganligini bildirib mundoq deydi: Haqiqatan eng taqvodor bo'lganinglar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Alloh taolo A'rof surasining 27-oyatida qullarini mundoq ogohlantirdi: Odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni, ya'ni ozdirib, jannatdan chiqarayotganidek sizlarni ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izayotgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qilishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Shayton va qo'l ostilaridagilar sizlarni ko'ra oladi. Sizlar ularni ko'ra olmaysizlar. Shubhasizki biz shaytonlarni iymon etmaganlarning do'sti qildik. Alloh taolo inson naslining otasi bo'lgan Odam alayhissalomni maxluqotning eng sharafli qilib jannatda yaratgan. Lekin cheklangan meva daraxiga yaqinlashganligi uchun asli vatani bo'lgan jannatdan chiqarilib imtihon yeri bo'lgan dunyoga avatgan. Buning ba'zi hikmatlari munolardan iborat. Birinchi, Odam alayhissalom va Havvo onamizdan maydonga keladigan inson naslining yer yuzida hayot surishi iroda qilingan. Ikkinchi, ichida yaratilgan jannat ne'matlarining qimmatini bilib, qaytadan u ne'matlarni qo'lga keltirish umidi bilan bir imtihon o'rni bo'lgan dunyoda solih amallar uchun tirishish talab qilinadi. Uchinchi, Odam alayhissalomning nasli ichida jannatga loyiq bo'lmay, balki jahannamga loyiq bo'lganlarni bir-biridan ayirish iroda qilingan. To'rtinchi, insonning Allohning hukmini yer yuzida tatbiqlash va avotlashtirish bilan
vazifalantirilgan bir xalifa qilinishi iroda qilingan. 5. Mohiyati inson aqli yetolmaydigan bir qadar, ya'ni taqdir siridir.